cemaatinde olan yaxşı mı? Ya o bizim mescidinki aldığımızda nimelerini berimiz şiptane. Şuna üçüncü kardeşimiz mi yegelik kayım. Tege bağlarını gene ve tenge bağlan değil. Şuların bağlarını kiriş şeklinde de tuttu. Ya bunun bazen kardeşler narazı okşayışlar. Ya düşünemedinler mi? Ya ki düşünüşünü halimedinler mi? Bu yerge vatenge bağlan yoki Xitoyga borganlarninki bizning masjidimizga kirib qandoqdir bir ishlarni qiladigan yoki ularni biz xoin bo'lganlik uchun yoki biz ulardan qo'rqib ketganligimiz uchun ularni kirmanglar demadik. Shularning oldini to'sganlarning birisi men oldini to'sib erkinligandan shu yerdan yaxshisini ishtirib chiqarib etdim men. Bu ishimdan qat'iy pushmon qilmayman. To'g'ri, ba'zilaringlarning qalbisida ajoyib o'ylaydiganlar, "Bu Allohning uyi tursa, bu kirishning bo'pti" deb. Agar haqiqiy Allohning uyi deb kirish niyati bor odam, do'stiga do'st, dushmaniga dushman bo'lish kerak. Musulmon qarindoshlarimizni, Uyg'urlarni shunchalik o'ltagan vaqtida Xitoy nədidi shular? Xitoy shunchalik vayron qildi bizning millatimizni. Ayollarimizni o'tganda mal lagerninki shohidlari deb chiqqan hadillarimizniki ba'zan bir gaplarni balki angladinglar yoki anglamadinglar. Qip yalang'och qilib qo'yib bizni aşağıda kishilarga qaratdi, ko'rsatdi, ba'zan ko'rmay beshini tuvan qilganlarni kaltak bilan urib turib bizning aşı yalang'och holatimizni ko'rsatdi dedi. Aşı Xitoy shunchalik bizning Uyg'urlarimizga ashunchalik ishni qilyapsa, shu Xitoyning oldiga yana berib, opam bati, dadam bati deb aşağıga berib, shularning chigirsidan o'tganda zarich yuzidan qizarish bo'lmagan ve uyaga bağallardan tahrinlep hemmiye verip sözlep vay biz vatanga bardık, yamanlar bardık, kokmagallar bardık, Xitayning vaziyeti anda yaxşı gitti, manda yaxşı gitti dep bütün sorunlarda gapqivatqanlarga birasinglarniki chiqib nima davatsa deydigan gap yo'q. Bizga o'xshash toptira maya bir Allohning uyida ma Allohdan qo'rqmayishga berib Xitoyga chiroyli ko'rinimi deb yoki opamni yo dadamni ko'raman deb bağallarning o'smin bu kirmisin. Birincisi şu masjidki cemaatlarning bexatarligi, chunki bu yerga kirganlarga eng Xitoy qiziqadi. Xitoy o'yin o'ynagan, haraq ishgan, so'ringa borganlarning ishi yo'q. Ammo Allohning uyiga yaqinlashgan qalbida iymoni va ashundaq musulmonlardan Xitoy azaldan qo'rqib kelgan. Chunki har vaqt bizning millatimizda mayli g'ulji vaqasida bo'lsin, la ilaha illalloh Muhammadan rasululloh degan o shiltini ko'tarib chiqib Xitoyga qarshi chiqqan G'ulji vaqasi olsun yoki Barin vaqasi olsun va uningdan burunqi bizning Sharqiy Turkistonning ikki qitimda qurilgan vaqtida Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati, uningdan keyingi Sharqiy Turkiston Jumhuriyatida yana islom bilan chiqqan. Uyg'ur millati Sharqiy Turkistonni mush islom bilan ozod qiladiganiga Xitoy jinida ishengashga mushundaq masjidlarni Allohning uyida to'plangan va yoki boshqa ishlarning hammani Xitoy intan o'sh ko'gashga mushundaq yerlarda qalamqanchilik chiqarishni, mushundaq yerlarni buzishni xohlaydi. Shon bunday yerlar buzilmasin, saq tursin, bizning bolalarimiz mishada chiroyli, haqiqiy Allohni tunib, düşmanni tunib mayada cho'ng bo'lsin deb masjidniki sog'lomligiga biz meyda hayatlar olarak qo'limizning kelishi tirishayotgan vaqtida, ammo ba'zan qarindoshlarimiz shunda bir oqko'ngillik bilan va yoki buni bilmaslikdan qanday voy nim bo'pti o'zimizning qarindoshlarimiz. Ya biz qachongacha maydonsiz bo'lamiz ya qarindoshlar? Qachongacha maydonsiz bo'lamiz? O'tgan bir ko'rdim ma Turknikida bir oshxonasiga kirgan Xitoyni qo'ng'itib qo'g'lab chiqaribdi. Uyg'urlarga bunda zulm qilding deb. Ya aşınçılık qaravatgan başqa millet şunu qıvarsa özümüzün milletidir. Vatanda yetivatgan bizning özümüzün singlisi, özümüzün hadisi, özümüzün qarindoshları yetivatadi ayada. Allah'ın dostuğu dost, düşmaniga düşman deganni bilamasa qarindoshlar. Bu Allah'ın düşmani bu yerga Xitoy. Shunchalik düşmanlik qilib bordi. Bizning Uyg'urlarning düşmani bu tarixiy düşmanimiz bu. Hech tirnaqimizgacha o'sh bulanmasaqmi qarindoshlar? Ama mush vatanga bağallarni, mush Xitoyga bağallarni aytib turib, nemişqa bording, ayagida birasini so'rab baqdinglarmi? Ya qanday boralading? To'g'ri, nochkansa, o'g'an balkansa, chigirdan kirgan vaqtida ya Xitoy, mening millatim, mening ziminim, mening tuproqim, sen mening Uyg'urlarimni munda qilding deb biras tashlab debdimi bağallar? Yoki berib lagerning oldida Uyg'ur Xitoylar qurib qo'ygan lagerlarga shu yerlarni oldiga berib ziyorat qilib ketdimi? Lagerlarda yatqanlarning bolalari, farzandlari turmalardagi shu yaslixonlarda yetyapti. Shularning qishiga berib, shularni aloqa so'rab kelayaptimi? Mush nochlar ashaga berib.
qaysi bir ishni qila olibdi? Hamma kelganlarni nima deyapti? Voy yaxshi kutibdi. Voy anda yaxshi kutibdi. Bu qanday yaxshi bo'ladi? Bu yillardir bu Uyg'urni iziyotgan, o'ltirayotgan, yo'q qilayotgan mushundaq mehnat shochi Xitoylar qanday yaxshi kutdi bizga? Qine o'ltagan Uyg'ur olimlarimizniki buningki qisasiga bu tuttusina azira qalbinglarda bir nafrat yo'qmi? Yana anglasan tiqib buganda tiqib va nim bo'pti? Deb İslamdan ba'zan bir misollarni keltirib, hadislardan keltirib, bu tüptün o'xshamaydi juma bu Xitoyniki bizga qilgan bu zulmi tarixda balki ko'rilib boqmagan bo'lishi mumkin. İslamga shunchalik o'shmanlik qilyapti. Qur'onlardan tortib akirib ko'ydiryapti. Nimani xohlasa shuni qilyapsa bu Xitoy. Ashunda Xitoyning oldiga yana berib apamti dadam. Millatning ma bizga qachongacha ota-onamizni urug'liqimizni ma dinning, vatanning, millatning oldiga qo'yolmaymiz biz qachongacha. Qachonli qarsa ota-onamti. Ashunda muhimmi bu ota-ona? Millat qini, din qini bu yerdagi. Erkin devletni nemişki yaşatırız undası biz. Kitap Xitayning aşağıdaki zulümü de yazsak umanda. Muş bağan Uygurlar Xitayning anda yakışıp gitti diyorlar. Pasportlarını kaytırıp undası. Berip şu Xitayda yaşamamsa. Nuriye kelgen %99% Uygur'un bir şey ilticak kelgen. Xitay meni anda kıvetken, manda kıvetken, anda kıvetken dep. Ve aşında Xitay şunda kıvetken de mi yer hatırlayacağım endi turmuşunu yaşayıp anca mınca pulu sizlerinin küzanlarga yoki çırayonlarga heves qilib apqanmidi Nuriye. Ma Uyg'urlarning zulm batı deb aqvatida. Buni yağanga chiqadi bağanning hamisi. Biz ma PSC bilan ko'rishdik, saksilar bilan ko'rishdik. Mushunda bağanlarning cho'qim qaytirilishi kerakligini. Bularni datir birga tekshiramiz. Agar rost Xitoyga borganda mushundaq ishlar bo'lgan bo'lsa, biz bularnikini rasmiy bir tekshirish qilamiz dedi. Ana keyin ko'rdim shu bağanlar. Uyg'urdan har xil insonlar chiqadi. Sharafsiz, vijdonsiz insonlar chiqib ko'ryapmiz. Uyg'ur deb hammani arg'algan shu yo'q. Tarixten tatip bizniki böyle hayırlar bizim aramızda. Kaçangıça bir meydanımızı iniqlanmayımız ya kardeşler. Şunun için ma aldığımızdaki kilidgan Ramazan'a az adam kelsin, o saz adam kelsin. Oğan balı dek mi da duruz meydanı var. Toptaptıra maktayım düşmanım de derken de meydisi tüküva insanlar kelsin. Latıqılaptek verip Xitay verip oynap iş sıkılgan vaxtıdan andaki miyad gelip miyad eskisini yaşap, o yad eskisini yaşap onda iş yok. Soru qıva jahan mavu. Bizning millat unda latg'ilab millat emas. Shu usulni o'ynab rep, ba'zan Uyg'urlar shunda bo'lib qoldi. Ammo Xudayliqqa yo'lboshchiq yo'q taqqan maymun podshoh degan davr o'tib ketdi inshaalloh. Bundalarning hisobini bergan kunlar keladi. Shunga qarindoshlar, men jiqqa qilib qo'ydim. O'zinglik avommanlar, ammo mushuni ras nim bo'pti, basa, masjidga deb ichida qizlar hech o'ylab qolganlar bo'lsa, men gapimni yaxshi anglab va o'ylab beqinglar. Yani ki etrafınlarında işte vatanga bağan, bo'lsa shular deb qo'yinglar. Men masjid sizlarni qarshi olmaydi ekan, bo'lsa Somali masjid qo'ramsa, Pokiston masjid qo'ramsa, masjidga jiq. Başan oldu. Men gapimni men pushman qilmayman. Buning hisobini bu dunyoda, u dunyoda men Allohning oldida hisobini berman. Xitoydan qo'rqqanlardan meni zerich qo'rqinchim yo'q.